Yuzimizga qattiq zarar narsalardan tuzalish uchun ajratib olish va safga tushishimiz. To'g'rimi talabalar? Yaxshi. Rahmat. Marhamat, joylashib Hop, yana kim chiqadi? Hop, hammamizga mana bugungi o'tilgan mavzumiz tushunarli bo'ldimi? Balandroq ovozda hammaga eshitadi. Xamir tayyorlash uchun qanday materiallar kerak bo'ladi? Kraxmal, piva, yelim, ilmli sharbatlar, limon sharbati kerak bo'ladi. Yana Vazelin, idish, rahmat o'tiring. Yana kim? Marhamat. Sizga qanaqa savol tushgan? Savollarimiz ham juda jumboq sifatida chiroyli qilib o'ralgan, sizlarga qiziqarli yangroq bo'lishi uchun. Agar chinni xamir juda qattiq bo'lib qolsa, nima qilish kerak? Shoshmang. Guruhga birinchi berib ko'ramiz. Bu savolni siz bering marhamat. Diqqat bilan eshitasiz. Agar chinni xamir juda qattiq bo'lib qolsa, nima qilish kerak? Yana yana javob bor. Nima qilish kerak? Nima? Biroz yelim va kremlar qo'shib, aralashtirib, yumshatib olishimiz mumkin. Yaxshi. Hop. Keyingisi. Yana kim chiqadi? Marhamat. Baho